Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda jonimizga darmon, oyoq qo'limizga kuch va quvvat bo'ladigan darmon sho'rva, ya'ni ilik sho'rva tayyorlaymiz. Avvalo mana ilikli suyaklarimizni yaxshilab yuvib olib, qozonga terib chiqamiz. Men bu sho'rvaga go'sht shilib olinmagan ilik suyaklarini ishlatdim. To'ldirib qozonimizga suv solaman. Suyaklarimiz ko'p bo'lgani uchun men bunga 6 litr suv soldim. Ana endi olovini yoqib, ko'pik yuvguncha qo'yamiz. Mana ilik sho'rvamiz ham ko'piklari bir joyga yig'ildi. Endi bularni yaxshilab suzib olib, ko'pigini qoldirmasdan olamiz. Men sho'rva qaynatganimda ko'pigini olganda sabzi, piyozdan solmayman. Kamida 1 soat o'zini qaynatib olaman va keyin piyoz, sabzi, mana sabzi, lavrolis, quritilgan shivit va rangli bolgariskilar va zira va ozgina kashnish solaman. Kashnish urug'ini, keyin bitta pomidorni bo'lib solaman va mitillatib 3 soat qaynataman. Avvalgisi bilan 4 soat bo'ladi. Yarim soat oldin, sho'rvamiz tayyor bo'lishidan oldin kartoshkani solaman va tuzini solaman. O'shanda sho'rvangiz juda ham mazali bo'ladi, chunki kartoshka tez pishadi yarim soatda. Mana juda chiroyli, tiniq sho'rvamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ana endi sabzilarni, kartoshkalarni suzib olib, chiroyli qilib kosalarga suzib olamiz. Suyak sho'rvani qanchalik ko'p qaynatsangiz, shunchalik mazali bo'ladi. Mana ilik sho'rvalarimizni suzib oldik. Endi esa tabga ko'ra ko'katlar solamiz va dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta bu sho'rvani qilib ko'ring. Endi esa suyak ichidagi iliklarni qoqib olib, o'lkalarga surib, mana qoqib olamiz. O'lkalarga surib mazza qilib tanovul qilamiz. Bu inson organizmi uchun juda ham foydali hisoblanadi ilik. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana uchrashguncha deb qolaman.